jurnalist va blogerlar hamda nodavlat notijorat tashkilot vakillari uchun mazkur mavzuda treninglar o'tyapmiz. Nima uchun bu mavzuni tanladik? Hozirgi kunda davlatimizda aynan korrupsiyaga qarshi qattiq kurash olib bormoqda, ammo aholimiz, xususan jurnalist va blogerlar ekologik korrupsiya qanday ko'rinishlarda namoyon bo'ladi, nima uchun? Aynan ekologik korrupsiya tufayli hozir ekologik muammolar dolzarblashayotgani, tabiatimiz aziyat chekayotganini tushunishayotgani yo'q va biz respublika bo'yicha ommaviy axborot vositalarini monitoring qilganimizda aynan ekologik korrupsiyaga bag'ishlangan maqolalar deyarli yo'qligini bildik va mana shu loyihaga qo'l urdik. Treningimiz davomida ekologik korrupsiya ko'rinishlari ham ma'ruza shaklida hamda interaktiv shaklda taqdim etiladi va o'zimizda real keyslar bor. Mana shu real keyslar asosida qatnashchilarimiz shu vaziyatlarni qaytadan o'rganib, mazkur ekologik korrupsiyaga oid holatlarni qaysi formatlarda yoritish, uni qay darajada o'quvchiga yetkazish, o'quvchini bu boradagi ongini shakllantirish bo'yicha ko'nikmalar hosil qilishadi.